Assalomu alaykum. Bugun o'sha Ajdar xonadonida o'zini aurasi bilan judayam ajralib turadigan personaj Daemon Targaryen haqida gaplashamiz. Uni tahlil qilamiz. Undan oldin ozgina eslatma, Ajdar xonadonining 3-mavsumini hali ko'rganim yo'q. To'liq chiqqanidan keyin ko'rmoqchiman, xudo xolisa. Shu ko'p cho'zmasdan boshlaylik bo'lmasa. Daemon Targaryen xarakteri shunchaki o'sha yovuz yoki qahramon qoliplarga sig'maydi. Jorj Martinning o'zi ham unga ta'rif berar ekan, uni teng darajada yorug'lik va zulmatga ega bo'lgan personaj deb ataydi. Daemon isyonkor shahzoda laqabi bilan tanilgan. Qonun qoidalarni va an'analarni hurmat qilmaydigan, o'z ambitsiyalari yo'lida hech narsadan tap tortmaydigan, ammo o'z oilasiga, xususan akasi qirol Viserys I va jiyani hamda rafiqasi Rhaenyra Targaryenga nisbatan o'ziga xos g'alati sadoqatga ega bo'lgan personajdir. Daemon xarakterining asosiy harakatlantiruvchi kuch bu uni o'sha ijtimoiy va oilaviy maqomi bilan uzviy bog'liqligini aytsak bo'ladi. Sababi u qirollik oilasida tug'ilgan, mukammal ta'lim olgan, jang san'atini puxta egallagan va Targaryenlar tarixidagi eng qudratli, shafqatsiz va tajribali ajdaholardan biri. Karaksisni, xalq tilida esa qonli ajdarni bo'ysuntirgan ajdaho chavandozidir. Lekin shu kabi yutuqlari va potensialiga qaramasdan u ikkinchi o'g'il maqomiga mahkum etilgan edi. Daemon o'zini taxtga akasidan ko'ra munosibroq va kuchliroq voris deb hisoblaydi, chunki u Viserysdan farqli ravishda qat'iyatli, keskin qarorlar qabul qila oladigan va harbiy jihatdan tajribali edi. Shunga qaramasdan u akasini chuqur, o'ziga xos tarzda hurmat qiladi va uni mehrini qozonishga harakat qilishini serialda ko'rar ekanmiz, bilsak, sezsak bo'ladi. Uni eng isyonkor va jahldor xatti-harakatlari odatda Viserys tomonidan rad etilganda yoki uning qobiliyatlari kamsitilganda yuzaga chiqadi. Misol uchun, merosxo'rlik masalasida Viserys uni to'g'ridan-to'g'ri voris sifatida ko'rmaganligi va Egan haqidagi o'sha mashhur Muz va olov qo'shig'i nomli bashoratda Daemonga aytilmaganligi Viserys tomonidan unga qanaqadir ma'noda o'sha ruhiy zarbani bergan degan bo'ladi. Tabiiyki, serialni ko'rganlar Daemon haqida umumiy tushunchalarga ega, lekin kitobdagi Daemon bilan serialdagini baribir endi xohlaymizmi, ma'lum farqlari mavjud. Kitobdagi Daemon ko'proq sovuqqon, strategik va hisob-kitobli psixopat elementlarni namoyish qilsa, serialdagi Daemon o'zini hissiy beqarorligi, impulsivligi va oilaviy e'tiborga qaramligi bilan ajralib turadi. Daemonning eng kuchli shaxsiy qurollaridan biri uni tengsiz xarizmasi va o'ziga bo'lgan mutlaq ishonchidir. U xonaga kirganda hammaning e'tiborini tortishdek favqulodda tabiiy qobiliyatga ega edi. Uni xarizmasi shu qadar magnitliki, u ochiqdan-ochiq xiyonat, o'zbilarmonlik yoki jinoyat hisoblanishi mumkin bo'lgan harakatlarni qilganda ham atrofdagilarni va o'z qo'l ostidagilarni sadoqatini saqlab qola olardi. Daemon yana bir ajralib turadigan xislatlaridan bittasi shuki, uni gapiradigan gaplari va qiladigan xatti-harakatlari o'rtasida doim uzviy bog'liqlik bor bo'lgan va shuning uchun ham ko'pchilik Daemonni hurmat ham qiladi va ba'zilar qo'rqadi ham. U o'zini zulmat bilan qoplanganligini yashirmaydi. Aksincha, bu orqali saroydagi boshqa aslzodalarni, xususan Otto Hightower kabi dushmanlarni soxta axloqi va qonun qoidalarini fosh etish uchun doimiy ravishda istehzo, kinoya hamda provokatsiyadan foydalanadi. Daemonni biz bemalol kuchli lider deb atay olamiz. Sababi Viserys unga o'sha mashg'ulot topib berish maqsadida uni shahar qorovullari qo'mondoni etib tayinlaydi va aynan mana shu palladan boshlab shahar qorovullar o'rtasida kutilmagan o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Daemon tayinlangunga qadar qorovullar tarqoq, yomon qurollangan, intizomsiz va asbob-uskunasiz posbonlar guruhi edi. Daemon juda qisqa vaqt ichida ularni qattiq intizomga ega bo'lgan, bir xil standartlashtirilgan 2000 kishilik muntazam harbiy tuzilmaga aylantiradi. U jinoyatchilikka qarshi kurashish bahonasida qat'iy, ko'pincha o'ta shafqatsiz jazolarni, qaysiki o'g'rilarni qo'llarini kesish, kastratsiya qilishni muntazam ravishda joriy qiladi. Otto Hightower buni vahshiylik va zo'ravonlik deb baholasada, ko'cha xalqi jinoyatchilik keskin kamayganligi uchun uni o'ziga xos tarzda hurmat qiladi yoki boshqacha qilib aytganda qattiq qo'rqadi. Shuning uchun unga kinoya bilan shahar shahzodasi laqabi beriladi. Bu hududda Daemon kuchli informatsion va harbiylashtirilgan tarmoq yarata oldi. Bu tarmoq yillar o'tib ham unga sadoqat bilan xizmat qiladi. Endi Daemon va qirolning o'ng qo'li hisoblangan Otto Hightower o'rtasidagi ziddiyatga ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ikkalasining ham ambitsiyalari yuqori, ikkalasi ham aynan Viserysga yaqinroq, maslahatgo'y bo'lishni xohlaydigan personajlar hisoblangan. Qizig'i shundaki, Daemon va Otto o'rtasida o'xshashliklardan yana bittasi bu Otto Hightower ham ikkinchi o'g'il bo'lib,
o'z mavqeyiga har xil hiylalar, sabr va intellekt orqali erishgan. Otto Deymonda o'ziga xos xavfni, beqarorlikni va nazorat qilib bo'lmaydigan kuchni ko'radi. U muntazam ravishda Deymonni taxt uchun eng katta tahdid sifatida ko'rsatib, Viserysga uni salbiy qilmishlarni yetkazib turishini serial orqali ko'rsak bo'ladi. O'z navbatida Deymon Ottoni hech qanaqa harbiy yutuqqa erishmagan, ajdaho qoniga ega bo'lmagan, qirolning zaifligidan foydalanib, Alicent orqali Hightowerlarni Targaryenlarga yaqinlashtirgan odam sifatida ko'radi. Xohlaymizmi yo'qmi, Deymon xarakterini aynan Deymon Targaryen qilib turgan narsa bu egalik qiladigan o'sha ajdarho, qilich va boshqa qo'shimchalar bilan bog'liqdir. Ajdarho haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir u egalik qiladigan qilich haqida ozgina. Gap shundaki, u Dark Sister, ya'ni qora singil nomli yoki qora opa, farqi yo'q. Aynan mana shu qilichga egalik qiladi. Ushbu qilichcha o'sha o'ziga xosligi shundaki, u aynan Aegon istilosi davrida Aegonning opasi Visenya tomonidan ishlatilgan va aynan mana shu Westerosni ishg'ol qilishda Visenya doimiy ravishda aynan mana shu qora singil yoki opa qilichidan foydalangan. Qirol Jaehaerys bu qadimiy qilichni Daymonga uni yoshligidayoq ajoyib jangovar qobiliyati, chavandozligi va Westeros musobaqalaridagi beqiyos mahoratini e'tirof etib, sovg'a sifatida taqdim etgan. Daymon qo'lidagi qora singil yoki opa uni shaxsiy isyonini, an'analarga qarshi chiqishini va o'z dushmanlariga nisbatan alohida bo'lgan tartibli shafqatsizligini anglatadi. Uni har bir yirik qotilligi qora singil bilan amalga oshiriladi. Xo'p, endi serialda hali ko'rsatilmagan, lekin Daymonning o'sha hayot yo'lidagi eng muhim o'sha qarorlardan yoki eng muhim fazalardan, umumiy olib qaraganda Daymonning intihosi bo'lgan jang haqida ozgina gaplashsak. Ushbu jang ikkita epik shaxs, Daemon Targaryen hamda uni jiyani Aemon Targaryen o'rtasida bo'lib o'tadi va bilganingizdek, Aemon aynan eng yirik ajdaholardan bittasi Veigarga egalik qilsa, Daemon Targaryen juda ham o'sha chaqqon, uzun bo'yli Caraxesga egalik qiladi va mana shu eng katta epik janglardan bittasiga aylanishiga ikkita shaxs personaj o'zini hissasini qo'shadi. Gap shundaki, Aemon aslida Daemonni yoshartirilgan, lekin yanada xudbinroq va hech qanday chegarasi yo'q, xatosiz nusxasi edi. Lekin Aemonda Daemondagi sabr va taktik sovuqqonlik yetishmasligini bilsak bo'ladi. Duel qat'iy fizik qonuniyatlarga va ajdaholarning o'ziga xos xususiyatlariga asoslangan edi. Aemon Targaryenda Veigar ajdahosi. Veigar haqida ko'pchilik biladi. Veigar eng katta ajdaho va aynan Aegon istilosi davrida Visenya Targaryen boshqargan ajdaholardan bittasi hisoblanadi. Uni o'sha hajmi juda ham katta bo'lishiga qaramasdan sekin harakatlanadi, lekin o'ziga xos o'sha jangovarlik xususiyatlari bor edi. Daemon Targaryenda esa Caraxes uzun, ingichka bo'yli, lekin juda ham tez harakatlanadigan tajovuzkor ajdaho. Jang boshlanishidan avval Daemon qaysidir ma'noda jang qanaqa tugashini bilganmi? U o'zini o'sha aynan ajdahoga bog'lanadigan, tushib ketmaslik uchun bog'lanadigan kamar deymiz, o'sha kamarni bog'lamagan bo'lib jangga kirishadi. Jang quyosh botayotganda boshlanadi. Caraxes osmonda tezlik hisobiga ulkan Veigarni chalg'itadi va bulutlar orasidan yashin tezligida pastga to'g'ridan-to'g'ri Veigarning bo'yniga tashlanadi. Ajdaholar dahshatli tarzda to'qnashishadi. Veigar o'zini o'tkir tirnoqlari bilan Caraxesning qornini yirtib, qanotini uzib olsa-da, Caraxes o'zini o'limona chaqishidan voz kechmaydi va ulkan dushmanini o'zi bilan ko'l tomon tortib ketadi. Ikkala ajdaho osmondan suv qa'riga shiddat bilan qulab tushayotgan so'nggi soniyalarda Daemon o'z egaridan chiqib, Veigarning ustiga to'g'ri Aemon tomon sakraydi. Qulash paytidagi kuch, shamol va xavfga qaramay, u o'zini afsonaviy qora singil qilichini Aemonning yagona sog' ko'ziga qadab qo'yadi va uni miyasigacha teshib o'tadi. Ushbu sahnada Daemon nafaqat asarning eng katta dushmanini va eng katta ajdahosini yo'q qiladi, balki o'z xarakterini, mutloq aniqligini, Westerosga nisbatan qilingan isyonni yuksak nuqtasini ko'rsatadi. U taxt uchun emas, balki qismat va sharaf, qasos va ajdaho qonuni vahshiyligi uchun jon beradi. Lekin shu o'rinda aytib o'tishim kerak bo'lgan muhim bir joyi bor, qaysiki Daemon haqida. Gap shundaki, jangdan keyin Veigar, Caraxes va aynan Aemonning jasadlari topiladi, ya'ni o'lganligi haqida. Jangdan keyin ular shu jasadlarni qirg'oqda topishadi, lekin Daemonnikini emas. Ayrim teoriyalar bo'yicha Daemon aynan mana shu voqeadan keyin omon qolgan va Essos hududiga borib tinch totuv hayot kechirgan degan teoriyalar ham yo'q emas. Endi bunisi teoriya, lekin shuni bilamizki, Daemon bizga eng epik janglardan bittasini taqdim etgan va o'ylaymanki, Ajdar xonadoni serialida 4-mavsumida biz aynan mana shu epik jangni vizual ko'rinishini ko'rib qolsak ajab emas. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetadi. Daemon Targaryen xarakterini o'ziga xos o'sha ochib berishga harakat qildim. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar. Xayr.